ruda, ya'ni foydali qazilma yanchish jarayonida turli tegirmonlarda yanchildi. Shartli tegirmonlar, yarim o'z-o'zini yanchuvchi tegirmon hamda o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlarda yanchildi. Suv bilan yanchganligi uchun yanchilish jarayonidan keyin ruda qattiq holatda yanchilish jarayoniga kirib, suyuq bo'tana holati, ya'ni pulpa holatida yanchish jarayonidan chiqadi. Keyingi jarayon tasniflash jarayoni. Tasniflash jarayoni yanchilgan rudani zarrachalari o'lchami yoki gidravlik xususiyatlariga qarab 2 yoki undan ortiq sinflarga ajratish jarayoni tasniflash jarayoni deyiladi. Tasniflash jarayoni o'zi bir necha guruhlarga bo'linadi. Mexanik tasniflash, gidravlik tasniflash, pnevmatik tasniflash hamda elakli tasniflash jarayonlariga bo'linadi. Mexanik tasniflash zarrachalar mexanik qurilmalarda o'lchami va zichligini farqiga qarab ajratadi. Bularga misol qilib Vinci klassifikator deyiladi, spiralli klassifikator misol aytsak bo'ladi mexanik tasniflashga. Unda o'sha yanchilgan mahsulot spiral vannasiga tushyapti. Spiral harakatlanishi natijasida og'ir minerallar, yirik og'ir zarralar cho'kadi. Hamda og'ir hamda yirik zarralarni spiral aylanma harakat natijasida qaytarib yana qaytadan tegirmonga yanchish jarayoniga yuboradi. Mayda hamda yengil zarralar keyingi bosqichga o'tib ketadi. Ya'ni og'irligi hamda yirikligini farqiga qarab tasniflash jarayoni mexanik tasniflash deyiladi. Ikkinchi tasniflash bu gidravlik tasniflash. Zarrachalarni suv oqimida ularni cho'kish tezligiga qarab ajratadi. Ularga misol qilib gidrosiklonlar va cho'ktirish qurilmalari. Masalan, gidrosiklonni oladigan bo'lsak, gidrosiklonning turli turlari bor. Ularning hammasining ish prinsipi oddiy. Yanchish jarayonidan chiqqan mahsulot maxsus nasoslar yordamida gidrosiklonga kirib keladida va uning ichida spiralsimon harakat yuzaga keladi. Bosimning yuqoriligi hisobiga ichida aylanadi. Hamda aylanish natijasida og'ir zarralar pastga cho'kadi, yengil zarralar chiqib ketadi. Mana pitaniyadan kiradi, og'ir zarralar pastga, ya'ni keyingi yanchish jarayoniga ketsa, yengil zarralar boyitish jarayoniga chiqib ketadi. Shu xususiyatiga qarab ajratadi, ya'ni o'sha suv oqimida ajratadi buni gidravlik tasniflash deyiladi. Asosan gidrosiklonlardan foydalaniladi. Keyingi tasniflash pnevmatik tasniflash. Zarrachalarni havo oqimi yordamida ajratadi. Asosan quruq mayda materialni tasniflash ishlatiladi. Ya'ni tasniflash jarayonida juda ko'p suv sarf bo'ladi. O'sha suv tanqis bo'lgan hududlarda, suv yetishmaydigan joylarda o'sha pnevmatik tasniflash ishlatiladi. Bunda o'sha yirik zarralar harakati sekinlashib, mayda zarralar harakatining kuchayish hisobiga material berilyapti, havo berish hisobiga yengil zarralar uchib ketadi, og'ir zarralar pastga tushadi. Shu xususiyat bilan tasniflaydi. Havo bilan tasniflagani uchun pnevmatik tasniflash deyiladi. Elakli tasniflash. Zarrachalar elak teshiklari o'lchami bo'yicha ajratiladi. Ularga misol qilib vibratsion elak, barabanli elak, panjalari. Ularning nomlari turli bo'lgani bilan ish prinsipi oddiy. O'sha elak teshik o'lchamining maydasini o'tkazib, yirigini o'tkazmaganligi hisob. Ya'ni elak usti va elak osti mahsulotlarga ajratish hisobiga tasniflash jarayoni amalga oshadi. Tasniflash jarayoni yanchish jarayoni hamda undan keyingi boyitish jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi jarayon bo'lgani uchun bu tasniflashga katta e'tibor berish kerak. Keyingi mavzularda bu tasniflash jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqamiz. E'tiboringizga rahmat.